Bizga elektrovelosiped olib kelishdi. Bu velosipedga ikkita mana bunaqa 12800 mAh, ya'ni 12.8 amperdagi ikkita batareyani parallel ulab, bitta shtekер qilib, zaryadkasi alohida kontakt alohida qilib ulandi. Xudo xolasa, buni probegi o'rtacha bir 50-60 kilometrdan oshuvchi yurish kerak. O'zini zavodskoy akkumulyatori 7.8 amper, 7800 mAhda. Bu velosiped xudo xolasa endi bundan buyog'iga ko'proq masofa bosib o'tadi. Lekin bitta minusi bor. Bu ozgina mana bu yerdagi kabeli ulanib, uzoq masofadan olib kelingan. Sim ingichka bo'lib qolgan. Shuni hisobiga egalari ham aytayotdilar o'zi. Zavodskoy batareykasidagi tortishi yo'q orqa deganida. Orqada bu yerda boshqa 10 amperli batareya bor edi. U bizada qoldi. O'rniga buni ikkita 12.8 dan, ya'ni 25.6 amperli batareya qo'ydi, uni olib qolib. Xullas, bu ingichka secheniyada сопротивление oshib ketganning hisobiga amper yo'qolib ketadi. Mощности yo'q bo'lib qoladi anaqani velosipedda. Ularga tavsiya qildim, iloji boricha 20 sm dan oshmasin. Men bu yerda mana zaryadka joyidan torttirib yuboring deb. Umuman olganda velosiped yaxshi, ideal, cho'tki. Mabodo sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, litium batareyka железо fosfatlar bilan masofani, mощностьni orttirish kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Videoni tagida Telegram kanalimiz bor. U yerda bemalol o'zingizlarning fikringizni, mulohazanglarni olib borishingiz mumkin gruppamizda. Har xil versiyada, har xil razmerda batareykalar yoki kontrollerlarni modifikatsiyasi, tezlikni orttirish kabi ko'plab ishlarni xudo xolasa amalga oshiramiz.